Bismillahirrahmanirrahim. Tosin mim. Ushbular ochiq oydin kitobning oyatlaridir. Ehtimol mo'min bo'lmaganlari uchun o'zingni halok qilmoqchidirsan. Agar xohlasak, ularga osmondan oyat, mo'jiza nozil qilamiz. Bas bo'yinlari unga egiluvchi bo'lib qoladir. Ularga Rahmondan yangi eslatma kelibdiki, albatta undan yuz o'giruvchi bo'lganlar. Bas batahqiq yolg'onga chiqardilar. Yaqinda ularga o'zlari istehzo qilgan narsaning xabari kelajakdir. Ular yerga qaramaydilarmi? Unda ser-unum juftlardan qanchalarini undirib qo'yibmiz. Albatta bunda oyat, belgi bor. Lekin ularning ko'plari mo'min bo'luvchi emaslar. Albatta Robbing o'zi o'ta izzatlidir, o'ta rahimlidir. Esla, Robbing Musoga nido qildi. U zolim qavmga borgin. Fir'avn qavmiga qo'rqmaydilarmi? U dedi: Robbim, ular meni yolg'onchiga chiqarishlaridan qo'rqaman va ko'ksim siqilishidan hamda tilim burro bo'lmay qolishidan. Bas Harunga yubor. Ularning nazdida mening zimmamda gunoh bor. Bas meni o'ldirishlaridan xavfdaman. U zot dedi: Yo'q. Bas ikkingiz oyat, mo'jizalarimiz ila boringlar. Albatta biz sizlar bilan birga eshituvchimiz. Bas Fir'avnga boringlar va unga: biz olamlar Robbining rasulimiz. Banu Isroilni biz bilan qo'yib yubor denglar. U Fir'avn dedi: Seni go'dakligingdan o'z ichimizda tarbiya qilmadikmi? Umringni bir necha yilini bizning ichimizda o'tkazmadingmi? Va nonko'rlardan bo'lib qilgan ishingni qilib qo'ymadingmi? U Musa dedi: Men buni adashuvchilardan bo'lgan holimda qilganman. Bas sizlardan xavfsirab qochib ketdim. Keyin Alloh menga hikmat hadya etdi va meni rasullardan qildi. O'sha menga minnat qilayotganing ne'mat esa Banu Isroilni qul qilib olganingdandir. Fir'avn: Olamlar Robbi nima? dedi. U Musa: Agar aniq ishonuvchi bo'lsangiz, u osmonlar u yer va ularning orasidagi narsalarning Robbidir, dedi. U Fir'avn: Atrofdagi kishilarga eshitmayapsizlarmi? dedi. U Musa: Sizning Robbingiz va avvalgi ota-bobolaringizni Robbidir, dedi. U Fir'avn: Albatta sizga yuborilgan rasulingiz majnundir, dedi. U Musa: U zot, agar aql yuritsangiz, mashriq va mag'ribning va ular o'rtasidagi narsalarning Robbidir, dedi. U Fir'avn: Agar mendan boshqani iloh qilib olsang, albatta men seni zindonbandlardan qilurman, dedi. U Musa: Agar men senga ochiq oydin narsa keltirsam hama, dedi. U Fir'avn: Agar rostgo'ylardan bo'lsang, keltir uni, dedi. Bas u Musa asosini tashladi. Banagoh u aniq ajdaho bo'ldi va qo'lini chiqardi. Banagoh u nazar soluvchilarga oppoq ko'rindi. U Fir'avn atrofidagi ayonlarga dedi: Albatta bu o'ta bilimdon sehrgardir. O'z sehri bilan sizlarni yeringizdan chiqarmoqchi. Nima deysizlar? Ular dedilar: Uni va akasini qo'yib turgin-da, shaharlarga to'plovchilarni yubor. Senga barcha o'ta bilimdon sehrgarlarni olib kelsinlar. Bas
sehrgarlar ma'lum kunning kelishilgan vaqtida jamlandilar va odamlarga deyildi: sizlar to'planib bo'ldingizmi? Shoyatki ustun kelsalar, sehrgarlarga ergashsak. Sehrgarlar kelgan chog'larida Fir'avnga: agar biz g'olib keluvchi bo'lsak, bizga albatta haq bormi? dedilar. U: ha, u holda siz albatta eng yaqinlarimdan bo'lasiz, dedi. Musa ularga: siz tashlamoqchi bo'lgan narsangizni tashlang, dedi. Bas ular arqonlari va asolarini tashladilar va Fir'avnning izzati bilan qasamki, albatta biz g'oliblarmiz, dedilar. So'ngra Musa asosini tashlagan edi, birdan u ularning uydirmalarini yuta boshladi. Bas sehrgarlar sajda qilgan hollarida yiqildilar. Ular dedilar: olamlar Robbiga iymon keltirdik, Musa va Harunning Robbiga. U: sizga izn bermasimdan oldin unga iymon keltirdingiz. Albatta, u sizga sehr o'rgatgan kattangizdir. Endi tezda bilasiz, albatta qo'l oyog'ingizni qarama-qarshi tomonidan kesajakman va barchangizni osajakman. Ular dedilar: zarari yo'q. Albatta biz Robbimizga qaytuvchilarmiz. Mo'minlarning birinchisi bo'lganimiz uchun Robbimiz xatolarimizni kechirishini umid qilamiz. Va Musoga: bandalarim bilan kechasi yo'lga chiq, albatta ta'qib etilursiz, deb vahiy yubordik. Bas Fir'avn shaharlarga to'plovchilar yubordi. Shubhasiz ana ular ozgina to'pdir. Albatta ular bizni g'azablantiruvchilardir. Albatta biz hammamiz hushyormiz, deb. Bas ularni chiqardik, bog'roqlar va buloqlardan, xazinalar va karamli maqomdan. Ana shunday o'shalarni Banu Isroilga meros qilib berdik. Bas ularni quyosh chiqish paytida quvib yetdilar. Ikki jamoat bir-birlarini ko'rgan chog'da Musoning sohiblari: endi qo'lga tushdik, dedilar. U Muso: yo'q, albatta Robbim men bilan, u zot menga to'g'ri yo'lni ko'rsatir, dedi. Bas Musoga: asoying bilan dengizni ur, deb vahiy qildik. Bas u dengiz bo'linib, har bo'lagi buyuk tog'dek bo'ldi. Va boshqalarni ham o'sha yoqqa yaqinlashtirdik. Muso va u bilan birga bo'lganlarga hammalariga najot berdik. So'ngra boshqalarni g'arq qildik. Albatta bunda oyat, belgi bor, lekin ularning ko'plari mo'min bo'lmadilar. Albatta Robbing o'zi o'ta izzatlidir, o'ta rahimlidir. Va ularga Ibrohimning xabarini tilovat qilib ber. O'shanda u otasi va qavmiga: nimaga ibodat qilmoqdasizlar, degan edi. Ular: sanamlarga ibodat qilmoqdamiz va ularga berilib ibodat qilishda bardavom bo'lurmiz, dedilar. U dedi: iltijo qilganingizda ular sizni eshitadilarmi? Yoxud naf yoki zarar yetkaza oladilarmi? Ular: yo'q, biz ota-bobolarimizning shunday qilayotganlarini ko'rdik, dedilar. U dedi: nimaga ibodat qilayotganingizni bildingizmi? Siz va qadimgi otalaringiz. Albatta olamlar Robbidan boshqa ularning barchasi menga dushmandir. U meni yaratgan, bas meni hidoyat qiladigan ham uning o'zi va meni taomlantiradigan va sug'oradigan ham uning o'zi.
Bemor bo'lganimda menga shifo beradigan ham uning o'zi, meni o'ldiradigan, so'ngra tiriltiradigan ham uning o'zi va mening xatoyimni qiyomat kuni mag'firat qilishidan umidvor bo'lganim ham uning o'zi. Robbim, menga hikmat hadiya et va meni solihlarga qo'shgin va menga keyin keluvchilar ichida sodiq maqtovlar bo'ladigan qilgin va meni naim jannatiga vorislardan qilgin va otamni mag'firat qilgin. Albatta, u adashuvchilardan bo'ldi va qayta tiriltiradigan kunda meni sharmanda qilmagin. U kunda na mol va na o'g'illar manfaat bermas. Kim Alloh huzuriga toza qalb ila kelsa mustasno va jannat taqvodorlarga yaqinlashtirildi. Ig'voga uchganlarga do'zax ko'rsatildi va ularga deyildi: ibodat qilib yurgan narsalaringiz qani? Allohdan o'zga ular sizga yordam bera olurlarmi yoki o'zlarini qutqara olurlarmi? Bas ular va ig'voga uchganlar unga yuztuban tashlandilar va iblislarning askarlari hammalari birgalikda. Ular uning ichida husumatlashar ekanlar, dedilar: Allohga qasamki, albatta biz ochiq oydin adashuvda ekanmiz. Chunki sizlarni odamlar Robbiga tenglashtirar edik. Bizni faqat jinoyatchilar yo'ldan ozdirdilar. Mana, endi biz uchun shafoatchilar ham yo'q, biron qadrdon do'st ham yo'q. Qani endi ortga qaytsak-u mo'minlardan bo'lsak? Albatta, bunda oyat, belgi bor. Lekin ularning ko'plari mo'min bo'lmadilar. Albatta, Robbing o'zi o'ta izzatlidir, o'ta rahimlidir. Nuh qavmi rasullarni yolg'onchiga chiqardi. O'shanda ularga birodarlari Nuh dedi: qo'rqmaysizmi? Albatta, men sizlarga ishonchli rasulman. Bas Allohdan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar. Sizlardan buning uchun ajr so'ramasman. Mening ajrim faqat Robbil alaminning zimmasidadir. Bas Allohdan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar. Ular senga pastkashlar ergashib turganda biz iymon keltirarmidik, dedilar. U dedi: ular nima qilayotganlari haqida ilmim yo'q. Agar sezsangiz, ularning hisobi faqat Allohning zimmasidadir. Va men mo'minlarni haydab yuboruvchi emasman. Men faqat ochiq oydin ogohlantiruvchiman, xolos. Ular: ey Nuh, agar to'xtamasang, albatta toshbo'ron qilinganlardan bo'lasan, dedilar. U dedi: Robbim, shubhasiz qavmim meni yolg'onchiga chiqardilar. Bas o'zing men bilan ularning oramizni mutlaqo ochgin va menga hamda men bilan birga bo'lgan mo'minlarga najot bergin. Bas unga va u bilan birga bo'lganlarga turgan kemada najot berdik. So'ngra qolganlarni g'arq qildik. Albatta bunda oyat, belgi bor. Lekin ularning ko'plari mo'min bo'lmadilar. Albatta, Robbing o'zi o'ta izzatlidir, o'ta rahimlidir. Od rasullarni yolg'onchiga chiqardi. O'shanda birodarlari Hud ularga dedi: qo'rqmaysizlarmi? Albatta, men sizlarga ishonchli rasulman. Bas Allohdan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar. Sizlardan buning uchun ajr so'ramasman. Mening ajrim faqatgina olamlar Robbining zimmasidadir.
har tepalikka bir belgi bino qilib, behuda o'yin qilaverasizmi? Va xuddi mangu turadigandek masna'lar tutasiz. Tutganingizda ham o'ta jabirchi bo'lib tutasiz. Bas Allohdan qo'rqing va menga itoat qiling. Sizga o'zingiz bilgan narsa ila madad bergan zotdan qo'rqing. U sizga chorva hayvonlari va farzandlar ila madad berdi. Bog'-rog'lar va buloqlar ila. Men albatta siz uchun buyuk kunning azobidan qo'rqaman. Ular dedilar: biz uchun va'z qilsang ham yoki va'z qiluvchilardan bo'lmasang ham baribir bu avvalgilarning odati xolos. Biz azoblanuvchi emasmiz. Uni Hudni yolg'onchiga chiqardilar. Bas ularni halok qildik. Albatta bunda oyat, belgi bor. Lekin ularning ko'plari mo'min bo'lmadilar. Albatta Robbing o'zi o'ta izzatlidir, o'ta rahimlidir. Samud rasullarni yolg'onchiga chiqardi. O'shanda birodarlari Solih ularga dedi: qo'rqmaysizlarmi? Albatta men sizlarga ishonchli rasulman. Bas Allohdan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar. Sizlardan buning uchun ajr so'ramasman. Mening ajrim faqatgina olamlar Robbining zimmasidadir. Bu joydagi narsalarda omon holda tark qilinasizmi? Bog'-rog'larda, buloqlarda, ekinzorlaru tugunchasi mayin xurmazor ichlarida-ya va tog'lardan manmanlik ila uylar yo'naverasizmi? Bas Allohdan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar. Va haddan oshuvchilarning amriga itoat qilmanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh etmaydiganlarning. Ular dedilar: sen albatta sehrlanganlardandirsan. Sen bizga o'xshagan bashardan boshqa hech narsa emassan. Agar rostgo'ylardan bo'lsang, mo'jiza keltir. U dedi: mana bu tuya. Unga bir kun suv ichish va sizga ma'lum bir kun suv ichish. Va unga yomonlik yetkazmanglar, yo'qsa sizni buyuk kunning azobi tutadir. Bas uni so'ydilar u nadomat chekuvchilarga aylandilar. Bas ularni azob tutdi. Albatta bunda oyat, belgi bor. Lekin ularning ko'plari mo'min bo'lmadilar. Albatta Robbing o'zi o'ta izzatlidir, o'ta rahimlidir. Lut qavmi rasullarni yolg'onchiga chiqardi. O'shanda ularga birodarlari Lut dedi: qo'rqmaysizlarmi? Albatta men sizlarga ishonchli rasulman. Bas Allohdan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar. Men sizlardan buning uchun ajr so'ramasman. Mening ajrim faqatgina olamlar Robbining zimmasidadir. Odamlardan erkaklarga borasizmi? Va Robbingiz siz uchun yaratgan juftlaringizni qo'yib, yo'q, siz tajovuzkor qavmsiz. Ular: ey Lut, agar to'xtamasang, albatta haydab chiqarilganlardan bo'lasan, dedilar. U dedi: albatta men bu ishingizni o'ta yomon ko'ruvchilardanman. Robbim menga va ahlimga ularning qilayotgan amallaridan najot bergin. Bas unga va ahliga hammalariga najot berdik. Qoluvchilardan bo'lgan bir kampir mustasno. So'ngra qolganlarini yer bilan yakson qildik. Va ularning ustiga bir yomg'ir yog'dirdikki, bas ogohlantirilganlarning yomg'iri qanday ham yomon bo'ldi. Albatta bunda oyat,
belgi bor. Lekin ularning ko'plari mo'min bo'lmadilar. Albatta Robbing o'zi o'ta izzatlidir, o'ta rahimlidir. Quyuq daraxtzor sohiblari rasullarni yolg'onchiga chiqardilar. Shunda ularga Shuayb dedi: qo'rqmaysizlarmi? Albatta, men sizlarga ishonchli rasulman. Bas Allohdan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar. Men sizlardan buning uchun ajr so'ramasman. Mening ajrim faqatgina olamlar Robbining zimmasidadir. Bas o'lchovni to'liq o'lchanglar va kamaytiruvchilardan bo'lmanglar va to'g'ri tarozi ila torting. Odamlarning narsalarini ozaytirib bermang. Yer yuzida yomonlikda haddan oshib buzg'unchilardan bo'lmang. Sizni va avvalgi nasllarni yaratgan zotdan qo'rqing. Ular sen albatta sehrlanganlardansan va sen bizga o'xshagan bashardan boshqa hech narsa emassan. Biz seni albatta yolg'onchilardan deb bilamiz. Agar rostgo'ylardan bo'lsang, ustimizdan osmonni bir bo'lagini tashlavor, dedilar. U Robbim qilayotgan amallaringizni o'ta yaxshi biluvchidir, dedi. Bas ular uni Shuaybni yolg'onchiga chiqardilar. Bas ularni soyabon kuni azobi tutdi. Albatta u buyuk kunning azobi edi. Albatta bunda oyat belgi bor. Lekin ularning ko'plari mo'min bo'lmadilar. Albatta Robbing o'zi o'ta izzatlidir, o'ta rahimlidir. Albatta u Qur'on olamlar Robbining nozil qilganidir. Uni Ruhul Amin olib tushdi. Sening qalbingga ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun. Ochiq oydin arab tilida. Albatta u Qur'on avvalgilarning kitoblarida ham bordir. Banu Isroilning ulamolarining uning bilishlari ular uchun dalil emasmi? Agar biz uni ba'zi ajamiylarga nozil qilsak, bas u ularga uni o'qib bersa ham unga mo'min bo'lmas edilar. Biz uni jinoyatchilarning qalblariga ana shunday yo'lladik. Ular to alamli azobni ko'rmagunlaricha unga iymon keltirmaslar. Bas ularga u azob to'satdan kelur, ular sezmay qolurlar. Shunda ular biz muhlat berilganlarmizmi derlar. Azobimizga oshiqadilarmi-ya? Aytingchi, agar ularni yillar davomida bahramand etsak-da, so'ngra ularga va'da qilingan narsa kelsa, o'sha bahra olib yurgan narsalari nimaga asqatur? Biz ogohlantiruvchilari bo'lmasdan biron shahar qishloqni halok qilgan emasmiz. Eslatma bo'lishi uchundir. Biz zulm qiluvchi bo'lmagan edik. U Qur'onni shaytonlar olib tushganlari yo'q. Bu ularga ravo emas va qila olmaydilar ham. Albatta ular eshitishdan chetlangandirlar. Alloh bilan birga boshqa ilohga iltijo qilma, yo'qsa azoblanganlardan bo'lasan. Va yaqin qarindosh urug'laringni ogohlantir. Va senga ergashgan mo'minlarga qanotingni pastlat. Bas agar ular senga isyon qilsalar, men siz qilayotgan amallarga aloqador emasman degin. Va o'ta izzatli, o'ta rahimli zotga tavakkul qil. Sening qoyim bo'lganingni va sajda qiluvchilar ichida harakatlanishingni ko'radigan zotga. Albatta uning o'zi o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Sizlarga shaytonlar kimga tushishini aytib beraymi? Ular o'ta uydirmachi va o'ta gunohkorlarga tushurlar.
Ular shaytonlarga quloq osarlar va ularning ko'plari yolg'onchidirlar va shoirlarga gumrohlar ergashur. Ularning har vodiyda daydishlarini va o'zlari qilmaydigan ishlarni aytishlarini ko'rmadingmi? Iymon keltirib, solih amallarni qilganlar, Allohni ko'p zikr etganlar va mazlum bo'lganlaridan keyin nusrat qozonganlar mustasno. Zulm qilganlar esa tezda qaysi qaytish joyiga qaytishlarini bilurlar.